Tezkor xabar. O'zbekistonda 25-dekabr kuni harorat ko'tariladi. Assalomu alaykum azizlar, kun xabar kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videorolikimiz ostiga bardo'na like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 25-dekabr uchun prognozni e'lon qildi. Unga ko'ra, payshanba kuni havo harorati nisbatan ko'tariladi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahardan 38 metr/sekund tezlikda esadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shahardan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shahardan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shahardan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, ba'zi joylarda 3 daraja sovuq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahardan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shahardan 5,1 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahardan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13,8 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 1,6 daraja sovuq, kunduzi 3,8 daraja iliq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.